Qadrdon tikuvchilarim, yaqinroq keling. Bugun iltimoslarga binoan banne xalat modellashni o'z usulimda ko'rsatib beraman. Buning uchun razmerga 6 sm qo'shib chizmani chizishni boshlaymiz. Xalatimiz qanday uzunlikda bo'lishi kerak bo'lsa, o'sha uzunligini qo'yib chizib olamiz. Bo'y uzunligini chizib olganimizdan so'ng razmerga 6 sm qo'shib to'g'ri to'rtburchak shaklida chizib olamiz. Va orqa belgacha bo'lgan uzunlikni qo'yib bel chizig'ini chizib olamiz. Undan 20 sm pastga bo'ksa chizig'ini chizib olamiz. Shu to'rt burchagimizni teng ikkiga bo'lib olamiz. Ya'ni 44-razmerga 6 qo'shganimizda 50 sm bo'ladigan bo'lsa, 50 sm ni ikkiga bo'lib, teng o'rtasidan chizib olamiz. Bo'yin omizini chizish uchun 8 sm dan haq berib, yuqoriga 1,5 sm chiqib, burchakdan 1 sm tushib, bo'yin omizini chizib oldim. Chizgan to'rtburchagimizda belgacha uzunlik necha santimetr bo'lsa, uni teng ikkiga bo'lib, proyma chizig'ini chizib oldim. Orqa kenglik, yelkalar uzunligini qo'yib, yeng omizi uchun proymani chizib oldim. Orqa andoza proyma chizig'idan 1 sm, oldi andoza proyma chizig'idan 3 sm pastga tushib, yelkalarni tutashtirib oldim hamda proymani shaklini berib oldim. Old andozadan ko'krak va qorin ko'tarishini hisobi uchun 3 sm tushib, lineyka yordamida yassi chiziq chizib belgilab oldim. Cho'ntak chizmasini chizish uchun markaz chizig'idan o'ngga qarab 5 sm, bel chizig'idan pastga 5-6 sm tushamiz va balandligi 15-17 sm, eniga 14 sm bo'lgan cho'ntak chizmasini chizib olamiz. Kapshon uchun orqa bo'yin omizni o'lchab chizib, yuqoriga kapshonni chizamiz. Kapshonni to'liq formulalari bilan alohida kapshon rilsida joylaganman. Sizga tikuvchilik, modellashtirish sirlari qiziq bo'lsa, sahifamni kuzatib boring. Like, kommentariya va repostlar bilan qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Qaysidir fasonni modellay olmasangiz, chiqara olmasangiz, uni menga yuboring, birga modellab ko'ramiz. Oldi markazdan 5 sm, 6 sm bir-biriga o'tish haqqi uchun chizib, kapshon bilan tutashtirib qo'ydim va old bo'lagini qizil, orqa bo'lagini ko'k marker bilan belgilab chiqdim. O'zi banne xalat chizganda 4 sm qo'shsangiz yetarli bo'ladi, lekin yuborishgan rasmdagi mato qalinligini ko'rib 6 sm qo'shdim, chunki bu xalatni mahroviy matodan tikmoqchi bo'lganliklari uchun va u mato qalin bo'lganligini hisobiga biz aynan 2 sm yana qo'shimcha matoni qalinligi uchun qo'shimcha qo'shdik.